Salamünaleyküm barcha. Bugünkü 5-ci temamız sonlarni taqqoslar, sonlar o'qi, manfiy sonlar. Demak, bugünkü tushunchalarimiz manfiy son tushunchasi, keyin sonlarni taqqoslar, sonlar o'qi nima? Shularni bilib olamiz. Demak, sonlar o'qidan ketadi. Birinchi, demak, sonlar o'qi tushunchasida biza manfiy va musbat sonlarni va 0 ni sonlar o'qina joylaymiz. Demak, o'rtalikda bizlarda 0 raqami turadi. Keyin o'ng tarafga qarab musbat sonlar, musbat chap tarafga qarab manfiy sonlar davom etadi. Manfiy sonlar davom etadi. Demak, manfiy sonlarimiz bu -1, -2, -3, -4, -5 cheksizgacha ketadi. O'rtada faqat bu manfiy va musbat sonlarning o'rtada faqat 0 raqami ajratib turadi. Musbat sonlarimiz ham cheksiz ketadi. Bular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketaveradi. Demak, biza endi bir tushuncha bilan danishimiz kerak. Demak, qaranglar. O'ng tarafga qarab sonlar kattalashib borayotir, chap tarafga qarab sonlar kichiklashib borayotir. Masalan, 2 deganimiz kichkina bo'ladi 3 dan. Ya'ni 3 deganimiz 2 dan o'ng tarafda turgani uchun 3 2 dan katta bo'lib turibdi. 0 deganimiz kichkina bo'ladi 1 dan. Demak, o'ng tarafda qaysi son turgan bo'lsa, shu chap tarafdagi sondan katta bo'ladi. Masalan, ko'pchilik o'quvchilar adashtiradi bu yerdan 1 kichkina 2 dan ustoz dedilar. Lekin bu yerda -2 deganimiz kichkina bo'lib turibdi -1 dan. Demak, -1 deganimiz -2 dan katta. Ya'ni -2 deganimizni biz qarz sifatida ko'rish mumkin. Ya'ni -1 so'm qarzim bo'lgani yaxshimi yoki -2 so'm qarzim bo'lgani yaxshimi? Qarz qanchalik kam bo'lsa, shunchalik paydo bo'ladi odamga. Shuning uchun biz -1 ni katta deb olamiz. Bu yerda -5 deganimiz kichkina bo'ladi -4 dan. Ya'ni -4 deganimiz -5 dan katta. Ya'ni -4 -5 dan o'ng tarafda turgani uchun shunday bo'lib turibdi. O'ng tarafga qarab sonlar kattalashib boradi, chap tarafga qarab sonlar kichiklashib boradi. Endi sonlarni taqqoslash tushunchasi bilan ko'rib chiqamiz. Demak, bizlarda 3 soni 2 sondan katta, 5 soni 4 sondan katta. Ya'ni 5 raqami 4 raqamidan o'ng tarafda joylashgan. 8 raqami demak 6 raqamidan katta bo'lib turibdi. Ya'ni 8 raqami 6 raqamining o'ng tarafida joylashgan. 5 raqami 3 raqamidan katta. Ya'ni 3 raqamining o'ng tarafida 5 raqami joylashgan. 6 raqam bilan 6 raqam teng. Demak, taqqoslashda biza 5 xil narsani o'rganamiz ekan. Katta yoki teng, kichik yoki teng va teng belgisini o'rganamiz. Katta degani qat'iy katta bo'ladi. Shundan katta bo'lgan son. Katta yoki teng degani bu katta bo'lishi mumkin yoki shu sona teng bo'lishi mumkin. Kichik degani bu qat'iy, ya'ni undan katta bo'lgan sonlar. Masalan, 3 dan katta bo'lgan sonlar desa, bizlarda 4, 5, 6, 7 ni aytishimiz mumkin. 3 dan katta yoki 3 ga teng degan vaqtda biza 3 ni o'zini ham ochishimiz mumkin. 3, 4, 5 deb. Teng belgisini hamma biladi. Menimcha bu 2 sona bir xil son bo'lsa, bular teng bo'ladi. Masalan, 7 teng 7. Endi shu 2 dona misol e'tibor qaratamiz. Demak, 2 dona misollarni ko'radigan bo'lsak, 44 ta yuzlar kattami yoki 44 dan 4 ta yuzlarmi yoki 44 dan 10larmi? Demak, 4 ta yuzlar deganimiz, ya'ni 4 ni ko'paytiramiz 100 ga degani bu 400 sonini bildiradi. 44 ta 10lar deganimiz 44 ni ko'paytiramiz 10 ga. Ya'ni bu 440 ni bildiradi. Demak, 400 kattami yoki 440 mi? Demak, albatta 44 ta 10lar javob bo'ladi. Keyingi misolimiz sonlarni o'sish tartibida yozilganda ikkinchi o'rinda qaysi turadi deb qo'yibdi. Demak, o'sish tartibi bilan kamayish tartibini tushunib olishimiz kerak. O'sish tartibi nomi, kamayish tartibi nomi. Demak, har bir daraxt boshda kichkina nihol bo'ladi, keyin o'sib borib kattalashib boradi. Ya'ni bizlar ham shunday eng kichkina sonni birinchiga qo'yishimiz kerak, keyin o'rtacha sonni qo'yamiz, undan kattaroq va eng kattasini qo'yib olishimiz kerak. Endi kamayish tartibi shuni tersi bo'ladi. Ya'ni eng kattasidan eng kichikka qarab ketgan bo'ladi kamayish tartibi. Biz buni demak o'sish tartibida yozib olishimiz kerak. O'sish tartibi bo'lishi uchun eng kichkinasini qo'yamiz. Ko'rib turibmiz, sonlarning ichida eng kichkinasi 617. 617. Undan keyingisi 667 soni, 667 soni. Undan keyingisi bu 2927 soni, 2927 soni. Undan keyingi sonimiz 7295, 7295 soni. Demak, koridon bo'lsak, bizada ikkinchi sonimiz bu 667 son ekan. Demak, daskadagi misol e'tibor qaratamiz. Demak, aytib qo'ydi, 7 kichkina biror sondan birini ayirganlar. Bizga javoblar berilgan. Demak, A javobimiz 7, bu javobimiz 10, C javobimiz 8. Javoblardan qaysi birini qo'ysak, 7 sonimizdan katta son hosil bo'ladi deb qo'ydi. Demak, 7 sonni 7 raqamini qo'yadigan bo'lsak, bu yerga demak, 7 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 6 keladi. 6 deganimiz 7 dan katta emas. Demak, A javobimiz xato ekan, bizlarda 7 soni bo'lmaydi. Keyingisi 10 sonini qo'yamiz. 10 sonini qo'yadigan bo'lsak, 10 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 9, ya'ni 9 deganimiz katta bo'ladi 7 dan. Bu o'rinli ekan.
8 sondan qo'yib kelamiz gəlinglər. Demək 8 sonni qoyadan bolsam belə 8-dən 1-ni ayıradan bolsam 7 volt tutdu. 7 bilan 7 soni teng bo'lib qolishacak, lekin 7 7-dan katta degan tengsizlik kelib turibdi. Ya'ni 7 katta 7. Bu esa xato tengsizlik, shuning uchun bu javob ham xato bo'ladi. Faqat bu javob to'g'ri berdi. Demek daskadagi 3-chi misolga e'tibor qaratamiz. Sonni o'qida tushirib qoldirgan sonlarni toping. Demek bizlar qaridon bo'lsak, -2, -3, -4. Demek -4dan keyin -5 keladi. Bizlarda keyin -6, -7 keladi. Demek bizlarda shura qo'yishimiz kerak bo'lgan sonlar -7 bilan -5 ekan. Bu javobimiz siz javobda turibdi. Daskadagi 18-chi misolga e'tibor qaratamiz. Jadvalda 4 kun davomida sotilgan sabzavotlar miqdori kunlik ko'rsatilgan. Ya'ni har kunlikni har kuni ko'rsatib borganlar. Qaysi kuni eng ko'p sabzavot sotilgan? Demak, nega qaraymiz? Diagramma qaraydigan bo'lsak, qaysi kuni bizlarda eng ko'p mahsulot sotilgan? Bu juma kunini ko'rdikmiz. Bizlarda juma kuni eng ko'p mahsulot sotilgan bo'ladi. Ya'ni birinchi seshanba kuni 6159, chorshanba kuni 6152, payshanba kuni 6514, juma kuni eng ko'pi bu 6614 ekan. Demak, juma kuni eng ko'p mahsulot sotilgan ekan. Bizlarda siz javob